Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Charchaganimizdan kuninglar xayrli o'tayaptimi? Okay, so let's start the lesson. Darsni boshlaymiz. Xudo xohlasa oldingi darslar bilan badiiy qanaqa yozish o'rganuvdik va bugungi darsimizda endi mana shu narsani davomi badiiy qanaqa yozish o'rganamiz. Hop, yozish jarayonida biz sizlar bilan har xil verblardan foydalanishi, qanaqa gлаголlarni ishlatish kerak bo'ladi va qanaqa strukturalardan foydalanish kerak, mana shu narsani o'rganuvdik. Endi bugun badiiy boshlaymiz. So badiiy Peer bilan Kokki Art Gallery'ni APSS qilishni o'rganamiz bugun sizlar bilan. Xo'p, buni ham o'sha APSS qilishni, ya'ni describe qilishni o'rganishdan oldin birinchi bo'lib analiz qilishni o'rganib kerak, что qaysi izmini aytamiz, qayerda nima bo'lganligini aytib berishni. Ko'rayotgan bo'lsanglar, обязательно boshida nima qilamiz hozirgi holatda. Ikkita liniyani APSS qilib beramiz, shu describe qilib beramiz, qaysi bir nechinchi protsentda bo'lganligini. Peer ko'rayotgan bo'lsanglar 10% bo'lyapti, Art Gallery bo'lsa taxminan 21% bo'lyapti. Keyin buniki nima qilyapti? Ko'tarilyapti. Mana bunaqa tushib ketishidan oldin 1995-yilda, xuddi shu vaqtda bo'lsa, buni ko'rayotgan bo'lsangiz nima qilyapti? Ko'tarilyapti. Ya'ni bu narsa zigzag deyiladi. Tushib ko'tarish bu fluctuation desa bo'ladi. Fluctuated yoki oscillated desa ham bo'ladi. Keyin ikkinchi sentensimizdan ko'rib bo'ldik. Uchinchi sentensda shu aytsa bo'ladi 2005-yil ikkovi ham bitta nuqtada to'qnashyapti, ya'ni intersect bo'lyapti. Va oxirgisi aytsak bo'ladi, что mana buni uказатели ko'tarilib ketgan, mana bundan oshib ketgan holatda qaysi necha foizi, taxminan 9% tashkil qilganligini aytsak bo'ladi. O'shani ko'rayotgan bo'lsanglar, примерно 3 ta 4 ta gapimiz bo'lyapti badiiy uchun. Boshlaymiz. Tak, badiiyni boshlayotgan turning to the details deb turib boshlaydik, detallarga o'tadigan bo'lsak, endi badiiy boshlayotganda moving on to the other details deb turib boshlasa ham bo'ladi, statistics ham bo'ladi. Statistics. Ya'ni boshqa statistikalarga o'tadigan bo'lsak turib boshlasak bo'ladi. Что aytamiz? Nima deymiz? Here the rates of art gallery and peer tak, nima desa bo'ladi? Made up ishlatuvda adashmasam. Made up ishlatgan ekanmiz. Uni o'rniga composite ham bo'ladi. Tashkil qildi. Necha foizi? Birinchi bo'lib art galleryni yozgan, shu art galleryni yozamiz. Ya'ni about 21%, and bu as well as также anaqani PR qaraydigan bo'lsak 10%. Endi точно 10% turgani uchun aboutlarni qo'shishimiz shart emas. Va ikkita ketma-ket protsentga o'tganligini hisobiga obязательно nima qo'shib qo'yamiz? Respectively qo'shib qo'yamiz. Respectively yoki accordingly desalar ham bo'ladi. Bu degani nima degani? Bu ketma-ketlikda degan ma'noni bildiradi. Ya'ni birinchi protsentimizni o'shanda bu birinchi bergan kategoriyamizga mos keladi. Ikkinchi protsentimizni bu уже berilgan ikkinchi kategoriyaga mos keladi. Mos ravishda degan ma'noni bildiradi. Va sizlar ham mana shu narsani odat qilib olishingiz kerak. Agar qachonki ikkita protsent ketma-ket keladigan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar respectively degan narsani qo'shib qo'yamiz. Yoki uni o'rniga accordingly desalar ham bo'ladi. Mana shu so'zni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu shu mos ravishda degan ma'noni bildiradi. Ya'ni birinchi protsent birinchi uказательga tegishli, ikkinchi protsent ikkinchi uказательga tegishli deganini bildiradi. Agar lekin kilo ham art gallery ham PR ham kilo 10% tashkil qilganda unaqa yozishimiz shart emas bo'lardi. Chunki bitta statistika qatnashyapti. Aytib bo'ldik. Keyin aytamiz, что nima desa bo'ladi? Furthermore, the visits to art gallery had experienced a stable growth to nechinchi yilga bo'lyapti, nechi foizga bo'lyapti? Just under 40% in 1985 before nimadan oldin decreasing to nechi foizga? Так, aytsa bo'ladi, что 20%ga in 1995.
Aytamiz что while xuddi shu vaqtda furthermore the visits to art gallery had experienced deb turib beryapman. Nimaga? Chunki bu yerda past perfect simple ishlata olmayman. Chunki past simpledan oldin bo'lgan indisiy bu yerda. Ikkita past simple ishlatsanglar ham bo'ladi. Просто experience tortsanglar ham bo'ladi. Had experienced a stable growth to just under 40% in 1985 before decreasing. Mana bunaqa tushib ketishidan oldin nechi foizga? 20%ga 1995-yil tushib ketishidan oldin aytib qo'yaman. Va while xuddi shu vaqtda, ya'ni xuddi shu vaqtda ham 1980-95-yilgacha the fluctuation can be uh, analyzed in the line of year between 10% and each percent approximately 14%. Va bu yog'ini уже passive voice'da qo'ydik. So просто anaqa the line of peer fluctuated nima deydi? The fluctuation, ya'ni shu zigzag anaqasi, ya'ni o'zgarish changeable trend yoki the fluctuation can be analyzed yoki the could be analyzed desa ham bo'ladi. O'tgan zamon bo'lgancha aniqlanishi mumkin edi. In the line of peer'da between mamilgacha turib qo'yamiz yoki the was analyzed desa ham bo'ladi. Xohlasanglar. Что mana fluctuation zigzag aniqlandi. Mana mana liniyasi necha foiz zigzag bo'lyapti? 10%dan taxminan 14%gacha. Va keyingisida уже aytamiz in 2005 yilda mana bu ikkita liniya to'qnash kelganligini. So aytsaveradi the rates of or the trends of art gallery and peer nima qildi? To'qnash keldi degani intersection deyiladi, ya'ni intersected at about taxminan necha foizda intersect bo'lyapti? Так, 15% deb turib qo'ysa ham bo'ladi. И aytamiz что вот 15% deymiz. И aytamiz moreover ko'proq aytadigan bo'lsa within 5 years, ya'ni 5 yil ichida the rapid increase within 5 years the rapid increase, so aytamiz made the line of peer the rapid increase like it's a что was key factor. Так, sal boshqacha o'qisak yaxshiroq chiqadi menimcha. Ozgina ulanmay qoldi. Within 5 years shu aytamiz 5 yilda the level desa bo'ladi. The popularity of peer increased by necha foizga oshyapti? Tak, bu yerda qurayotgan bo'lsa 20% bo'ladigan bo'lsa by almost 5%, outracing the nimani outrace qilyapti? Art galleryni, which had just under 9%. Shu bilan tugadi. Вот aytamiz 2005-yilda trends of art gallery and peer intersected at about 15% deb turib to'xtatdi. Moreover, ko'proq aytadigan bo'lsa 5 yil ichida the popularity of peer increased by almost 5% ga oshib ketdi. Bu degani 5% ga oshdi degani ya'ni 20% gacha oshdi. Outracing degani ya'ni o'zib ketgan holatda. Chunki nima outracing ishlatamiz? Chunki mana meta statistikada ko'rayotgan 2 kilo bir xil natijadan qayd etadi, lekin oshgandan keyin o'sha bundan o'zib ketyapti. Outracing the art gallerydan oshib ketgan holatda, ya'ni which had just under bu narsa 9% o'shanda art galleryga tegishli bo'lyapti. Shu bilan full essayimiz tugadi. Yana bitta ko'rib chiqib praktika qilsanglar bo'ladi bemalol, o'zingizlar yozib ko'rsanglar bo'ladi. Faqat I highly recommend you to write down the line graph which includes 4
trends. To'rtta trendi bo'lgan line graf yozib ko'rishinglarga maslahat beraman. Mana shu strukturaga qo'ygan holatda. Inshaalloh keyingi darslarimizda biz sizlar bilan bitta boshqa line graf olib turib, full yozishni praktика qilib ko'ramiz. Sog' va salomat bo'linglar. Videoni o'sha manfaatli deb topgan bo'lsangiz, o'rtalasiga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.